Alturistlar qanday qilib alturist bo'lib qoladi? Chunki mana misol uchun yoshligida ona farzandini bilmagan holatda alturist qilib tarbiya qiladi. Misol uchun bola maktabdan qorni ochib keldi, birinchi ovqat yeb olmaydida, birinchi aytadiki onasiga, "Bo'pti, sumkangni qo'y, ostonani shunday supurib ol, keyin ovqat yeysan." Mana bola o'zidan voz kechgan holatda ishini qilib keyin ovqat yeydi. Oldin mana ishingni qil, keyin ko'chaga chiqasan yoki vohliroq turib ishingni qilsang, keyin ammangnikiga borasan. Ko'ryapsizmi, bola vohli o'zi to'yib uxlagandan keyin ishini qilib borsa ham bo'lar. Yo'q, nimasidandir voz kechib, nimagadir erishishni o'rgatayotganda qizlarda alturizm paydo bo'ladi. O'shaning uchun borgan xonadoningga birinchi bo'lib o'zing ovqat yema, hammaga suzib berginda, keyin nimaga o'rgatmaydi? Hamma bilan baravar o'tirib yegin, birinchi eng zo'r joyini o'zingga suzib olgin deb o'rgatmayapti-da, birinchi o'zidan voz kechishi. Endi borganingdan keyin jim yurgin, sabr qilgin, xo'p degin, xo'p desang ko'karasan. Mana biz ham yashayapmiz-ku. Mana shu tushunchalar bilan, mana shu ustanovkalar bilan bizani kelinlarni alturistlikka tayyorlaydi. Endi qarang, hayot davomida inson alturistlik qilaverib bor yo'qol deb tashlab yorib, egoistga ham o'tishi mumkin, lekin uning uchun hayot uni hayotiy tajribalari egoist qilib qo'ygan bo'ladi.